kelishtirib bering, aka narx tushib bering, aka pulim yetmayapti degan so'zlarni ko'p eshitamiz, lekin biz o'z xizmatlarimizga hech qachon narxni tushirishimiz kerak emas. Chunki siz o'z xizmatingizga, misol uchun narxini baland qilib qo'ydingiz va sizga kamroq mijozlar kelyapti. Lekin o'sha mijozlar полноценный, ya'ni sizni miyangizga yormaydigan mijozlar bo'ladi. Balki siz o'z narxingizni tushirsangiz, har doim siz bilan talashadigan mijozlar keladi va bu sizni psixikangizga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Va buni ortidan bir nechta tanishlarim ham o'zining sohasini yig'ishtirib olganlar ham bo'lgan. Narxi tushiradi, klienti ko'payadi va injiq klientlar ko'payadi. Injiq klientlarni ko'rsatib o'taman. Klientlar ko'paygandan keyin u odam уже avtomatik energiyasi yetmaydi va vaqti yetmaydi. Shu sababdan hech qachon o'zingizlarning xizmatingizga ishonasizlarmi? Unda narxi hech qachon tushirmaydi. Ko'tarsanglar ko'taringlarki, lekin tushirmaydi. Bu aytib o'tgan narsalarim ko'proq produktga emas, balki xizmat yo'nalishiga to'g'ri keladi.